Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Allosoy Raddomi yanında yangi qurilgan 4 qavatli binoni birinchi qavatida bir xonali 45 kvadrat metr bo'lgan remontdan chiqib turgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Azizlar, orientirni tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda Allosoy Raddom hurmatli obunachilar, bu yerda Mr. Food ajoyib mestada joylashgan. Bu yerda 13 marshruti o'tib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimizda esa Al-Xorazmiy ko'cha, bu tarafimizda MIB Məcburi icra bürosu, keyin bu tarafımızda Kapital Bank, Enar Bank, hem Mira onaylı zor mesajlaşdı. Al-Xorazmiy köçənin üzərində isə 3 marşrutu ötədi. Bir də heç nə odan muamması yox. Bağça, məktəb, su, svet, qaz, transport, yəni mağaziyaların muamması yox. Gördüyünüz kimi hem Mira onaylı yerdə yerləşən. Bir də Medinus tam yerləşən. Bundan doğru getsək isə Səncər Toyxana, yəni Abxadnoy bağı Erəm Toyxanasına getədən yolumuz. Hem dokument hem tayar cayımızı remontdan hem çıkıp durdu. Doğru afarmaya buladan nerse muammasız 45 kvadrat metr tayar hanımdan yetkese bir yerlikte görüp danışıp ötemiz. Birinci kavadana gidip geldik. Kvartiramızı izlep Bismillah biremizi. Bir xanadan ibaret 45 kvadrat metrlerken remontdan çıkan hali hiç kimi yaşamayan gördüğünüz Suzini aşxana qılğallar. Birimiz aşxana, bir de periodka bo'lgan olib tashlag'anlar, bir de sanuzel qismi. Kirganda o'rtamizda bir de chiroyli qilib bir xo'shchadan yasatib qo'ysangiz buradan messalar ham bor. Oyoq tellari tepli pol, hamma yeri shu xonadan tashqari. Ofshi 45 kvadrat metrda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, bir de chiroyli qilib rakovinalar ham o'rnatganlar, kafellar ham qilingan, devorlarga obuylar ham mo'yshi obuylardan, yarki atachento obuylardan foydalanganlar. Bir de esa tepli pol kollektorlari. Elektrikalar simlari yaxshi simlarda o'tirilgan, avtomatlar ham har xona uchun отдельный, oshxona uchun отдельный, xona uchun отдельный, sanuzel uchun отдельный qilingan. Sanuzelni ko'rsatadigan bo'lsak, eshiklar ham yaxshi, ajoyib sifatli xilondan qo'yganlar, high-techni. Oyoq tellar tepli pol ham kafel qilingan, dushoy qilib qo'ydilar. Xalasangiz bu yerni dushoy kabina qilib bersangiz bo'ladi. Bu yerda aynasini qo'ydirib, bu yerda esa cho'chiklari o'rnatilgan, hurmatli vatandoshlar. Simsizlar yaxshisini qo'yganlar, bu yerda aristollari qo'yilgan, unitazlar ham toza, rakovinalar ham, bu yerda kiyim mashin toshchalari, hurmatli vatandoshlar, demak xo'jalar ham bor, ish yapibdi. Ishimiz nalishlar ham qo'yilgan. Birimiz kichkina emas, uzunasi 560, enini 3 metr razmerda tushgan oshxonamiz. Bu yerda xalasangiz bir uголок qo'yib, chiroyli qilib evet, televizorlarni qo'yib, şöyle ukatlardan mesaj qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu tarafini esa xalasangiz zal, xalasangiz spalni qilib qo'yaverasizlar. Bu yerda yana kuxniy mebel uchun mesalar, fartuqlar qilingan, gaz toshchalari kelgan, moyka uchun, suv, so'q suv toshchalari, bu yerda kanalizatsiya toshchagan. Radiatorlari bor, дополнительный теплый poldan tashqari radiatorlari bor. Zamonaviy duxkontenli narsaning atapini qo'yilgan, stabilizator, reduktorlar ham qo'yilgan. Gaz to'shchagan. Joyimizda dokumenti tayyor, dokument chiqib turibdi, to'g'ri oformaya bo'ladi. Tepli pol kollektorlari juda xohlagan, ochib kelib qizdirishlaringiz, sovutishlaringiz ham mumkin. Birimiz asosiy xonasi 3.10-5.60 razmerda tushgan xonasi. Devorlar bo'yining mo'yshi obuylardan foydalanilgan, patologdan natija aynalar plastik hamlarning ham radiatorlari bor. Hurmatli vatandoshlar, ishlarim high-tech ishlardan qo'yganlar, yaxshisidan arzon xil emas, sifatlisidan qo'yganlar. Bu yerda esa televizor uchun rozetka joylari bor. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizda to'g'ri kirib yashaydigan bir xona qidirib yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Yangi domda birinchi qavatda 45 kvadrat metrli xonadonimiz sotuvga chiqdi sizda. Bemalol kelib savdolashib olaverasizlar. Dokument tayyor. Messasi Radomyanda yangi qurilgan binoning birinchi qavatida bir xonali 45 kvadrat metrli xonadon. Narxi 300 million so'm aytilib turibdi. Ustida yarashadigan yeri bor. Kelasa, yarashib, savdolashib, to'g'ri notarsga ketishlaringiz mumkin azizlar. Hali hech kim yashamon. Sho'rlardan e'tibor qiling, hech kim yashamon. Birinchi qavatda etajdan zo'r chiqib tushish ham o'ngayli. Yan atrofida bog'cha, maktablar muammosi yo'q. Transportlar muammo yo'q. Magazin deysizmi, kafe deysizmi, banisami, bankalar, Kapital Bank, Enar Bank,
Hem El-Xarəzmi köçəm yaxın 13 marşrutdan ötüb tutdu yan qanasından. Ablasoy raddın, Medinus kollej, hürmetli abançılar, hem Mera onaylı. Dekkan bazaram, hem Sel Arakan'da 3 marşrutdan yürüp tuttu. Narxına yeni bir reislər ödəmiz 300 milyon som aytılıb durdu. Üstündə qaytılaban yeri var. Eğer kanallarımıza abunə olmalı olsa abunə olub, like basıb, qollab, qol atıb tursanızla videolarımızı yeni tarxılış üçün sizlərə qoldan gəncə arzan əcayib xanadallarını təqdim qılıb para verimiz. Həmmiyə sağlıq, amalıq dilimiz. Kengir videoda görüşürüz.